Assalomu alaykum qizlar. Sizlarga va'da qilgan montaj darslarini tashib beraman. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Asoschali montaj uchun, ya'ni ovoz berilgan montaj uchun birinchi videoni tanlab olamiz. Videoni tanlash uchun Fabric ilovasi bilan tayyor raspakovka hamda mahsulotlarning videosi bor. Agarda kimda bu videolar chiqmayotgan bo'lsa, profilga o'tasizlar, pastdagi profil tugmachasini bosasizlar hamda настройки regionalность degan joyi bor. Agar mana shu yazık, ya'ni tili o'zbek tilida bo'lsa, mana bu yerda raspakovka videolar chiqmaydi qizlar. Shuning uchun bu yerdan tilini mintaqaviy sozlamalardan tilini O'zbekiston davlati turadi. Faqat o'zbek tili emas, rus tilini tanlab qo'yamiz. Hamda mana bunaqa videolarimiz chiqib keladi. Xo'p, men bu videolardan bo'lak obzorlar olganman. Endi mana soch uchun keratin kompleks haqida muzikalar bilan уже tayyor video bor. Endi buni videoni mana bilasizlar, tepadan mana bitta bossanglar, tepani bossanglar, saqlanib bo'ladi shu video. Shuni bosib saqlanib olamiz. Hamda bu seriya haqida ozgincha ma'lumot olamiz. Globalniy rekord. Xo'p. Глубокий битва, восстановление, повреждение участка волос, xo'p. Mana buni ma'lumotlarni o'qib olasizlar, o'zingizlar uchun bilib olasizlar. Xohlasanglar kopировать qilib olasizlar. Chuqur namlayotgan, восстановление qilayotgan, zararlangan sochlarning zararlangan qismini tikilayotgan, сияние, эластичность, porlash hamda elastiklik berayotgan, zararlangan hamda nimjon sochlar uchun to'g'ri keladigan parfyumli aromati bor ekan. Notum muskus hamda mimoza hidli parfyumli aromati bor ekan. XL formati 750 ml ekan. Keratin kompleks интенсивное повреждение структуры волос, запрет микро делать более плотными гладкими. Xo'p. Bo'ldi, ma'lumotlarni bilib oldik. Endi biz nima qilamiz? Приложениyadan video montajlarining ichidan VN приложениясini agar telefoningizda bo'lsa yaxshi, bo'lmasa Play Marketdan VN deb yozib tortib olasizlar telefoningizga. Tortib olganingizdan keyin, ochganingizdan keyin mana bu pastda domo bosganingizda, mana bu pastda plus tugmachasi chiqadi. Shu yerdan plusdan, mana bu qaychilik новый проект joyiga bosamiz. Xo'p, menda video bosib turibdi. Video bosib qilsam, musiqa bosib qilsam bo'ladi. Сохранить bosib, oxirgi tanlab olgan videomizni tanlaymiz mana. O'sha videoni tanladim. Xohlasanglar ikkita uchta narsa tanlasanglar bo'ladi. Lekin men hozircha faqat bitta videoni montaj qilayotganim uchun bitta dona videoni tanlab, mana pastiga следующий degan knopkani bosamiz. Bu knopkani bosganimizdan keyin mana shunaqa okno paydo bo'ladi. Mana muzikalar bilan tushadi. Mana eshitib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi birinchi qiladigan ishimiz buni razmerini to'g'rilab olamiz. Chunki bilasizlar, Instagram, YouTube o'ziga yarasha formati bor, razmeri bor. Bu yerdagi Fabric приложениесida chiqadigan videolarning formati bir formatda, ya'ni publikatsiyaga to'g'ri keladigan formatda. Bizga Reels uchun kerak. Reels uchun bo'lgani uchun mana bu yerda tepada original turibdi. Mana соотношение сторон to'g'richi, соотношение сторон nima degani? Taraflar uzunligimi, xullas shu narsani to'g'rilaymiz. Bu yerda mana original, videoning originali turibdi. Biz shu originalni mana 9 16 ga o'tkazamiz. Chunki 9 4 5 2 3 16 9 mana YouTube uchun bu formatga o'tkazib olasizlar. Menga mana TikTok formatini olaman. Nimagaki, baribir Reels qo'yganingizda tepasidan pastidan Instagram kesadi. Shuning uchun buni to'g'rilab olamiz. Endi qaranglar. Qo'yganimda video o'z-o'zidan chetlaridan mana yozuvlari burchak-burchakli chiqib ketib qoldi. Kattalashgan hisobiga nima qilamiz? Endi ikkita barmoq bilan, harakat bilan mana shu qora joyga olib kelamiz. Mana. Bo'ldi. Kartinaning ichiga joylashdi. Qoq o'rtaga qo'yinglar, sentrga qo'yish harakat qilinglar. Mana o'zi ham o'rgatib turadi, sentrda turibdi. Mana rost mana sentrda turibdi. Endi qiladigan ishimiz bu sentrda bo'lib, mana bunday qora bo'lib turibdi. Qizlar, mana shu qora joyini yo'qotamiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana shu pastda bundoq surganimizda, mana bunaqa fon degan joy bor. Shu fonni bosamiz. Hamda mana izobrazение bor. Izobrazение, ya'ni mana shu rasmni o'zidan orqaga fon qo'yib beradi. Mana xiralashtirilgan orqaga rasm qo'yib beradi. Bo'ldi, shuni bosamiz. Hamda mana buni formatlarini to'g'rilaymiz. Ikkita barmog'inglar bilan qilsanglar, razmeri o'zgaradi. Bo'ldi. Orqasi qora bo'lmayapti. Chiroyli qo'yildi. Endi buni o'zini, golosini mana muzikasi baland. Hozir agar buni ustiga oзвучка yozsam, mana muzikasi juda ham baland tushib qoladi, ovozim yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerdan громкостьdan ovozini 4 yoki 5 ga olib tushamiz. Men ko'pincha 5 qilaman. O'shanda ham eshitiladi mana. Mana muzika lёгкий ketyapti orqada. Eng baland qilganimda mana shunaqa lёгкий ketyapti. Endi biz nima qilamiz? Mana bu yerda muzika qo'yish bor, tekst qo'yish bor. Xohlasanglar ustiga tekst yozsanglar bo'ladi. Lekin menda videoda tayyor tekst bo'lgani uchun tekst yozmayman. Ustiga rasm qo'ysanglar bo'ladi. Hamda ustiga muzika qo'ysanglar bo'ladi. Mana shundan plus mana bu yerda mana yo'lechani o'ziga ustiga bossanglar. Faqat iltimos bilib olinglar, mana bu videoni boshiga olib kelinglar. Chunki biz videoni boshini oзвучка qilmoqchimiz. Ham oxirgi joyini o'chirib tashlayman. Mana bu oxiridagi bunaqa direct B degan joyini o'chirib tashlayman. Chunki mana bu video tugatganda Fabric degan yozuv o'zi tayyor chiqadi. Kompaniyaning o'zi montaj qilingan videosi bor. Endi mana shundan muzika qo'yish videoni boshiga olib kelamiz. Chunki biz boshidan голос yozmoqchimiz. Va mana shu yo'lchaga bosganimizda, xohlasanglar zvuk, xohlasanglar effekt, xohlasanglar zapis qo'ysanglar bo'ladi. Men zapisni bosaman. Zapisni bosib turib, o'rtadan bosganimdan 3 sekunddan keyin boshlanadi. Boshiga olib kelib olamiz. Videoni yana boshiga olib kelib olib, endi golosni boshlaymiz. Ovozlaringizni masalan chalkashib ketsangiz, udalib qo'yinglar-da. Yana boshidan kelib golos yozaveringlar. Hech narsa qilmaydi. Mana shu oxirgi joyini ham boshdan yozamiz. Xolos 2-3 marta boshini yozsangiz ham bo'ladi qizlar. Mana shu oxirini kesib tashlaymiz. Mana Yechim barcha mana barcha mana shundan razdelet qilib, mana razdelet qilingan chastini udalib qo'ysanglar ham bo'ladi. yechim Endi mana yana mana shu joydan kelib golos yozib davom etamiz. Xo'p.
Endi boshdan eshitib ko'ramiz. Sochlarni qayta tiklash uchun XL formatdagi ekspert seramizdan keratin kompleks. Shampun, balzam, maska hamda termozashitadan tarkib topgan ushbu kompleksimiz sochlarni mягкий qilib qo'yadi hamda zararlangan sochlarni qayta tiklaydi, elastiklik beradi. Sochlarimizni yanada tabiiy porlashi uchun mukammal yechim. Buyurtmani har doimgidek direktdan yoki lichkamga yozib qoldirishingiz mumkin. Sochini haqiqiy sevadiganlar uchun ajoyib tanlov. Mana qizlar, bo'ldi, video tayyor. Xo'p, mana shu o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi, tayyor. Golос ustiga yozib bo'ldik. Endi avtopodpis qilsanglar pulli menimcha bu, chunki ustiga yozuv yozish kerak, boshqa qilish kerak. Bo'ldi, shu bilan endi tepaga mana bu yerdan saqlanishni bosib, saqlanishni qilib olamiz. Mana. Eksport qilamiz. Faqat qizlar e'tiborli bo'linglar. Video render bo'layotganida ekranni qoplab qo'yish yoki bu programmani yopib olish mumkin emas, toki video saqlanib bo'lmaguncha. Video saqlanib bo'lgandan keyin bemalol uni foydalansak bo'ladi. Bunaqa to'rtburchakni bosib, o'tga chiqsanglar bo'ladi video saqlanib bo'lgan. Lekin tez qaytib kelmasanglar, saqlanish to'xtab qoladi. Mana ko'rganim yana boshdan to'xtab qoldi, yana boshdan qoldi. Chiqib ketsangiz shunaqa qiladi. Shuning uchun jim o'tirganinglarsiz. Videoni bemalol istagan joyga tarqatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar qizlar. Video dars agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, hamma bugun bitta o'ziga yangi video tanlab, ustiga o'zini go'lslarini xohlasangiz telefon raqaminglarni yozib, rasmiylarni qo'yib, videolarni qo'yib bemalol ishlasanglar bo'ladi. O'zingizlarning mahoratingizga bog'liq. Agar prilojeniyani tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol menga yozinglar. Men prosta hozir sizlarga osonroq variantini o'rgatdim. Shtob nima deydi, videoni montaj qilib qiynalganinglardan ko'ra tayyor videoni ustiga ozvuchka yozsanglar, yana ham osonroq bo'ladi. Ha, bo'pti, joyingiz bir xos boramiz doktorga. Hozir boraman olding. O'tirmay turib, keyin alishtirasiz. Alishtir. Bo'ldi qizlar, galereyamizga video tushdi mana. Bu kecha bog'chani syomka qilgan edim. Xo'p, mana сегодня bu bitta video, mana bittasi original kompaniyaning videosi, bittasi men ozvuchka qilgan video. Kesami? Men ozvuchka qilgan videoim yoqqa tushdi. Sochlarni qayta tiklash uchun XL formatdagi ekspert seramizdan keratin kompleks.